Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar soliq hisoboti joriy soliq davrining 1-mayiga qadar taqdim etiladi. To'lov muddatlari 1-sentyabrga qadar 30%, 1-dekabrga qadar to'lovning qolgan miqdori, ya'ni 70% miqdorda to'lanadi. Yer uchastkalarining normativ qiymati Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi O'zdavr loyiha davlat ilmiy loyihalash instituti tomonidan amalga oshiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 18-avgustdagi 235-son qarori bilan tasdiqlangan. Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun berilgan va ana shu maqsadlar uchun mo'ljallangan yerlar qishloq xo'jaligi toifasidagi yerlar hisoblanadi. Yer kodeksining 8-moddasida aks ettirilgan. Agar korxonani qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yeri bo'ladigan bo'lsa, soliq hisobotida xatolik bilan shakllanib qolayotgan bo'lsa, bunda soliq to'lovchilarga ushbu soliq hisobotini shakllantirmaslik maslahat beriladi. Ya'ni soliq organlarining may3.soliq.uz portali orqali alohida soliq stavkalari qo'llaniladigan yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlari interaktiv xizmatining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari uchun bo'limini tanlash orqali xabardor qilinadi.